Assalomu alaykum mehribonlarim TV kanalining ashaddiy obunachilari. Sog'misizlar? O'zbekistonga xush kelibsizlar, azizlar. Bu kanalni qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qilib qo'ygan bo'lardim, chunki bu kanalda egasi mana o'zi bemor bo'lsa ham, lekin shu kasallarga yordam qilaman, qiynalganlarga yordam qilaman deb xizmatda ekan. To'g'rimi Hojiboy? To'g'ri, azizlar. Mana shu birodarimizni kanalini qo'llab-quvvatlab turaylik. Yaxshilik uchun qilinib turgan ishlarga albatta hissamizni qo'shsak, yana ham ulug' ish bo'ladi. Alloh bu kishilarimizdan hammalaridan rozi bo'lsin. Mana kelishib, shu yerda shunchalik qilishib, nima deydi, muruvvat ko'rsatganligi uchun Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bugungi ulug' kunlarda fazli barokatlaridan bersin. Allohim o'zining rahmatidan shifoyu kulliyalar ato qilgan bo'lsin bu yigitlarimizga. Kelgusi safar uchrashganimizda sog'-sog' bir-birimiz bilan xursandchilikda uchrashishni nasib qilsin. Azizlar, duo qilinglar bularda, bu azizlarimizda. Men kanalda egasi ham gapirib qo'ysin. Qo'y. Sizniki emas, bilaman. Nima gap, jigar? Jigarlar, tuzimsizlar, yuribsizlarmi? Mana biz ham mana shu safarlarda yuribmiz. Biz vatanga endi sekin qaytishga qaror qildik inshaalloh. Mana Hoji bilan kelib, Hoji bilan o'zim tashlab qo'yaman. Shu do'stlikkacha deyapti inshaalloh. Hoji bilan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh Hoji bilan Alloh subhanahu bo'lsin. Kuzatib boringlar, yana ham qiziqarli anaqalar bo'ladi. Xudo xolisa. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Jigarni qo'llab turinglar. Har bitta ko'rgan odam erinmasdan laykni bosib, mana shu inson kanalini rivojlantirishga hissinglarni qo'shinglar. Yaxshi olyaptimi? Qanchotki. Bo'ldi endi vaqt. Jigar mana o'shdan o'tib bizga Asakaga kelib, oilalarga kuryapmiz. Hissasini qo'shib, o'zi qaytyapti. Jigar kelaversa tez-tezda. Ha, tez-tez kelib turaman endi. Xudo xolasa. Kuncha shu birlarda kelib turaman, xudo xolasa. Jigar qo'llab turinglar, mana penablorlarimiz urilib, o'zi havolar baylanyapti. Buyog'i ham o'zi ancha bitib qoldi. Hoji buvam mana o'zim tashab beraman. Yo'q, biz mashina chaqirmoqchi edik. Hoji buvam yo'q deyapti-da. Hoji buvam yo'q deydi o'zi. Hoji buvam qanday savobli ish olsa, o'sha yoqqa bel bog'laydi. Jigar, xursandmisiz? Alloh rozi bo'lsin. Qanchalik olmadimi aka? Xudo xolasa boramiz. Jigar, xursandmisiz? Alloh rozi bo'lsin. Qanchalik olmadimi aka? Xudo xolasa boramiz. Endi qadrdonlar, bizda qurilish, bir qimmat joylarda yotamiz, mana shu o'zimiz bor xonamizda. Xafa bo'lgan bo'lsiz bo'ldi. Qanday sog' bo'lsin. Allohning rozi bo'lsin. Qilgan yaxshilar. Xudo xolasa, obunachilaringiz bilan ham birgalikda ashada ham finallar qilish nasib bo'lsa aylasin. Ilohim Qirg'izistonda. Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'toladi. Inshaalloh shu Xatamjonni unaqada ham kutib qolamiz. Qirg'izistonda o'sha shahrida ham o'zinglar o'sha obunachilar yaxshi biladi. Unaqa qilib kuzatib, ana qilishib turadi. Unaqa murojaatlar tushishni bilasizlar o'zinglar. Faqat hozircha imkoniyat cheklanganlarga kalasga unaqa qilib turamiz. Hozircha shunaqa kuzatuv ko'p bo'lsin. Hozir mana shunaqa imkoniyat cheklangan odam, kalaskasi yo'q odam bormi siz tanishlaringiz ichida? Bor, ko'p. Ayting, mana xalq ko'rib turibdi. Ko'proq mendan enaqa Bitta insonni ayting. Mana shu insonga men kalaska olib bermoqchiman. inshaalloh bizni Meder degan hoji akamiz bor-da, Meder hoji. Uni jigar yaxshiroq qiladi. Talg'atboy, Meder haqida ma'lumot berib qo'ying obunachilarga.
shu Medar hoji degan bizni mendan bir yosh kichkina ukam borda endi Medar hoji endi u havas qiladida elektronik kalaska bo'lishini. Ha, Ashmedar akaning imkoniyati cheklangan. Medar akaning imkoniyati cheklangan. Men oshnam desam ham bo'ladi. Endi men elektronik kalaskani uchirib haydab bunaqa qilib yurganim uchun senga havas qilaman. 2 marta Ayting Qirg'iziston nomeringizni endi. +996 +996 70 anaqa 556 72 86 72. Ekranga ham yozib olasizlar. Mana shu ekrandagi og'zaki aytilgan nomer jigarda nimasi. Shu og'aynisiga kimda kim kalaska bermoqchi bo'lsa yoki ko'pchiliklashib bir kalaska beramiz, shu jigarda oshnasini xursand qilamiz desanglar, jigarga telefon qilib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. O'zimning shaxsiy nomerim. Ana. Allohga omonatsizlar. Qirg'izistonda ko'rishguncha. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Hayr.